Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana ishimiz davom etmoqda. Sesma qoldi mana. Xudo xolasa bugun yakunlaymiz. Kimlargadir narx tashlab bersam qimmat debdi. 1-2 so'm qimmat debdi. Ha to'g'ri, 1-2 so'm qimmat. O'sha arzon ustalaringiz ko'rgan ustalarimiz ichiga ham iftorning uncha-munchasiga qaramasdan uradi. Burchak, to'g'ri qishiga uncha-munchasiga qaramaydilar. Ular bizdan 2 kun tez bo'ladi. Biz 2 kun sekin bo'lamiz, narximiz sal o'shanga yarasha, puliga yarasha. Biz joy-joyiga qo'yib, ichiga ham, sirtiga ham ip tortib, o'yinda ishlatamiz. Bu arzon ustalar tez bitiradi ular, uncha-munchasiga qaramaydi. Biz unaqa emasmiz, teskarisi biz. Xohlaganlar nomerda saqlab qo'yinglar.